Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Impuls brendidan svarka apparat so'ragan akalarimiz diqqatiga Impuls brendidan Plasma Race, Camping hamda 4 bittalik svarka apparatlarimiz Qo'qon shahrida joylashgan svarka apparatlar do'konimizga assortiment ko'rinishida yetib keldi. Bugungi video obzorimizda shu apparatlarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Impuls brendidan Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan Qt40 modeliga tegishli Plasma Race apparatimiz 1,5 cm gacha bo'lgan listlarimizni kesishga mo'ljallangan bo'ladi. O'zini 1 yilgacha garantiyasi mavjud bo'ladi. Apparatimiz inventorli pastoylarga ishlaydigan variantda bo'ladi. Keyingi apparatimiz MiG 300 inventorli pastoylariga ishlaydigan elektrod eritishga mo'ljallangan svarchni apparatimizning funksiyalari mana shu klutchator orqali legrovka qilinadi. Elektrodning funksiyalarida uchlikkacha bo'lgan variantlarini juda ham sifatli hollarda eritib berishga mo'ljallangan. Kemping funksiyalarida bo'lsa 0,8 lik hamda 1 lik simlarimizni eritib beraveradi. O'zini tablolarida amperajlarini, volt toklarini ko'rsatib turish xususiyatiga ega bo'ladi. Bu apparatimizga ham 1 yilgacha garantiyalari mavjud bo'ladi. 4 bittalik svarka apparat olaman deb qidirib yurgan akalarimiz diqqatiga Impuls brendidan Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan multimetni 4 bittalik svarchni apparatimiz yetib keldi. Apparatimiz 4 funksiyada ishlaydi. Arigon, Camping, Plasma Race hamda elektrodning funksiyalarida ishlab berishga mo'ljallangan bo'ladi. Apparatlarimizning narx-navolari kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib bemalol to'liq ma'lumotlarini so'rab, narx-navolarini surishtirib olsalaring bo'laveradi.